Talabalarni ishli qila olmagan rektorlar lavozimidan ketadi. Stajirovkadagi talabalarga 2 million stipendiya to'lanadi. Yoshlar uchun kredit miqdori 100 million so'mdan 300 million so'mgacha oshiriladi. Qamoqdan chiqqan yoshlar veb dizayn, kompyuter muhandisligi, boshqa kasblar va xorijiy tillarga o'qitilib, daromadli ishga ega bo'ladi. Ko'ksaroyda o'tgan yoshlar muloqoti tahlilimiz mavzusi. Nimaga oylik olayapti? Nimaga vijdoni bo'lsa 50% oyligini kassaga topshirmaydi davlatga, vijdonimizdan qolmadi. Yana bir marta rektorlarni ogohlantiraman. Uchrashuv bir necha yutuqlar sanalishi va oliygoh rektorlarini qattiq tanqid qilish bilan boshlanar ekan, o'tgan davrda 157 ta oliygohdan atigi 12 tasi talabalar bilan loyihalarni amalga oshirgan. Qolgan universitetlarda esa hech bo'lmasa xo'ja ko'rsinga bo'lsa ham hujjatda talabalar ish bilan ta'minlanmagan yoki-da loyihalar nomi yozilmagan. Rektorlarni ogohlantiraman. 4-5 yil o'qitib, talabasini ishli qilmagan rektorni lavozimida o'tirishga haqqi yo'q. Nimaga oliygohni bitirgan bola 100% ishli bo'lmaydi? Nega 11 yil maktabda bola bir tilni o'rganib chiqmaydi, deydi davlat rahbari. Nimaga oliygohni bitirgan 100% bola ishli bo'lmaydi? Nimaga maktabda 11 yil o'qigan bola bitta tilni o'rganmaydi? Shundan so'ng yoshlar uchun tilagingni davri boshlandi, ya'ni endilikda stajirovka o'tayotgan talabalarga 2 million so'mgacha stipendiya beriladi. Prezident mutasaddilarga Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan birgalikda Mening birinchi kasbim dasturini boshlashni topshirdi. Bunda stajirovka dasturi asosida oliygoh bitiruvchilari o'rtasida tanlov o'tkaziladi. G'oliblarga oyiga 2 million so'mgacha stipendiya to'lash yo'lga qo'yiladi. Tadbirkorlikni endi boshlayotgan yoshlarning 30% biznes ko'nikmasi yetishmagani uchun qiyinchilikka uchrayotgani qayd etildi. Shu bois har bir hududda tadbirkorlikka o'qitish, g'oyani biznesga aylantirish, buxgalteriya, bank, marketing, ichki va tashqi bozorlarga chiqish bilan bog'liq kompleks xizmatlarni ko'rsatadigan yoshlar biznes inkubatori ishga tushiriladi. Bu yil hisobiga biznes inkubatorlari Qoraqalpog'iston, Jizzax, Namangan, Surxondaryo, Xorazm va Toshkent shahrida kelgusi yillarda qolgan hududlarda tashkil etiladi. Shuningdek, joriy yildan kelajak tadbirkori dasturi ham boshlanadi. Bu dastur orqali yosh tadbirkorlarga 7 yilgacha 15% stavkada kredit beriladi. Bundan tashqari o'zini o'zi band qilgan yoshlarga garovsiz 20 million so'mgacha, biznes boshlayotgan yoshlarga 300 million so'mgacha, ishini kengaytirayotgan tadbirkorlarga esa 2 milliard so'mgacha, kamida 5 nafar bitiruvchini ishga olgan tadbirkorga 10 milliard so'mgacha kredit ajratiladi. Kredit olgandan keyin startap loyihalariga to'g'ri yo'naltirildimi yoki yo'q? Buni bilish maqsadidami haftaning payshanba kuni yoshlar kuni bo'ladi. Ushbu kunda soha mas'ullari, rahbarlar mahalla, maktab va texnikumlarga borib yoshlarni eshitadi va muammolarni hal qiladi. Hokimlar yoshlarbob savdo-servis loyihalarini qiladi. Yoshlarning ta'lim olishi, sport bilan shug'ullanishi, kasb va til o'rganib, ishga kirishi va tadbirkorlik bilan shug'ullanishiga ko'maklashadi. Startapchilar bilan uchrashuv o'tkazib, alohida mablag' va qo'shimcha grantlar ajratadi. Hozirda yurtimizda xorijiy til sertifikatiga ega yoshlar soni 600 mingdan oshdi. Eng muhimi, xorijiy tillarni mukammal biladigan 72 mingta instruktor paydo bo'ldi. Buning poydevorida turadigan o'quv markazlar ham muloqot mavzusidan chetda qolmadi. Gap shundaki, endi o'quv markazlari uyushmasi tashkil qilinadi. Ushbu uyushmaga a'zo bo'lgan xususiy o'quv markazlarga binosini ijaraga bergan tadbirkorlar ijaradan oladigan daromad va foyda solig'ini to'lashdan ozod etiladi. Xalq tili bilan aytsak, nalog to'lamaydi. Bunday markazlarning o'qituvchilarini Yoshlar ishlari agentligi hisobidan AQSh, Buyuk Britaniya, Singapur, Yaponiya kabi ilg'or ta'lim markazlariga stajirovkaga yuborish ham yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, joriy yildan xuddi oliygoh talabalari kabi texnikum o'quvchilari uchun ham ishlab va sayohat qil, ya'ni Work and Travel dasturi asosida 6 oy davomida xorijda ishlab, qo'shimcha daromad topish imkoniyati yaratiladi. Bunda dasturda ishtirok etuvchi texnikum o'quvchilariga yo'l-kira xarajatlari uchun mablag' ajratiladi. Bundan tashqari, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni ommalashtirish maqsadida Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish jamg'armasi orqali eng iste'dodli yozuvchilarga ijodiy buyurtma beriladi, ya'ni kitob yozishadi va 1 yil davomida oyiga 20 million so'mdan oylik to'lanadi.
eng sari xorijiy adabiyotlarni o'zbek tiliga, milliy adabiyotlarni esa xorijiy tillarga tarjima qilish va chop etish xarajatlarining yarmi qoplanadi. Mutasaddilarga yangi o'quv yiligacha eng yaxshi 100 ta asardan iborat kitoblar to'plamini tayyorlab, barcha maktab va texnikumlarga yetkazishadi va maktablardagi eng faol kitobxon o'quvchilarga 10 million so'mdan mukofot beriladi. Kutubxona va kitob do'konlari ochib, kitob savdosini oyiga 10 ming donadan oshirgan tadbirkorlarga 3 yilga 1 milliard so'mgacha 7% sudda berilish yo'lga qo'yiladi. Jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tab bo'lgan yoshlar ham e'tibordan chetda qolmadi. Ularning ijtimoiy hayotga tez moslashishini ta'minlash muhim ekani ta'kidlandi. Buning uchun ikkinchi imkon loyihasi boshlanadi. Bunda yoshlar 8-12 oylik intensiv kurslarda dasturlash, veb dizayn, kompyuter muhandisligi, boshqa kasblar va xorijiy tillarda o'qitilib, daromadli ishga ega bo'ladi. Mazkur tizim 1-iyundan Navoiy, Qashqadaryo va Toshkent viloyatida, kelasi yildan esa barcha hududlarda joriy qilinadi. Ta'lim sohasidagi eng so'nggi yangiliklar va loyihalar haqida batafsil bizning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali birinchilardan bo'lib bilib boring.